Xullas pornoga taklif qilishibdi. U billa yotib ham ketaverar ekan. Rosa qiz ko'p deydi. Porno film o'zinglar bilasizlar. Endi pul yaxshi beraman degandan keyin bu hali qiziqishi bor. Xo'p degan rozi bo'lgan. Bo'lgan voqea oxirgacha eshitsangiz juda ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Og'aynim bo'lardi. Qancha yil bo'ldi. Green card'ni yutdi. Xursand boshqa bo'ldi. Xullas keyin o'zi oldin ham inglizchani o'rganib yurardi. Shu kurslariga borib boshqa qilib, xullas Amerikaga ketdi haligi og'aynim. Amerikada ishladi, boshqa qildi. Endi salom alaykum qilardik, gaplashib turardik o'sha paytda. Endi men internet orqali gaplashsa bo'ladi-yu. Qalay o'rta desam, boshida qiyin bo'ladi. Endi bu joyga borgandan keyin ko'nikish, boshqa qilish. Endi 3-4 oydan keyin ancha o'rganib qoldi. Ana o'sha yerda ham o'zbeklar ham bor ekan, boshqasi bor ekan. Xullas oradan 1-2 yil o'tdi. O'sha 2 yilda hali og'aynim g'irt amerikalik bo'lib ketdi. Даже men bilan gaplashayotgan paytda inglizchaga tili ketib qolaverardi. Xullas gap qisqasi u og'aynim o'sha yerda bitta qizni yaxshi ko'rib qolgan. Yani qiz masalasiga keladigan bo'lsa, endi u o'rtog'imning gapi bo'yicha qiz navalim. Endi orasida bizning mentalitet bilan solishtiradigan bo'lsak, normalniy qizni o'zi yo'q, svobodniy любовь, как birov billa yotib ham ketaverar ekan. Barga borsangiz, chaqirsangiz, gaplashib, tanishib, boshqa qilib bugun yotib, ertaga yaxshimisan, sog' bo'l, mayli charchama deb ketaveradigan joy ekan. Endi bizning mentalitetda bu narsa yaxshi emas, bilasizlar. Endi u yoqda как tabiiy hol ekan. Rosa qiz ko'p deydi, u boshqa deydi. O'zi bizda ham ana porno, kinolar bor. Ko'rgansizlar, hammasi shu Amerikaniki. Porno, kinomi, boshqami. Xullas gap qisqasi og'aynim yurgan, boshqa qilganda kinoga qiziqardi, syomka qilishga qiziqardi-da, tushishga u ham. U casting bo'lgan, boshqa bo'lgan, undan bundan o'tolmay yurganda, xullas pornoga taklif qilishibdi. Porno castingi. Nima endi roliga ansam, haligi porno film o'zinglar bilasizlar. Shu porno filmda как o'sha rol o'ynash kerak ekan. Qanaqadir roli bor ekan, xullas. Tafsilotlarni gapirib o'tirmaymiz. Endi pul yaxshi beraman degandan keyin bu hali qiziqishi bor. Xo'p degan rozi bo'lgan. Mayli u film boshqa kinosini ham o'ynabdi, boshqa qilibdi-da, lekin o'sha yerga endi billa yotgan qizini emas-u, o'sha porno kinoni rejissyorini как assistenti bo'ladi, yordamchisi yuradigan. Shunaqa yordamchi qiz bor ekan, bitta yosh qiz. Bu og'aynim o'sha qizni yaxshi ko'rib qolgan. Prikolli qarang endi. Porno film ichidagi haligi endi u qiz ham o'shaning ichida yurgan qiz. O'sha qizni yaxshi ko'rib qolib, bular sevishib, gaplashib, endi og'aynim gapi bo'yicha endi bu ham farq etadigan bo'lib qo'ydi. Yo'q, qiz bola o'rtoq deyapti. Qiz bola shunga uylanaman deb o'sha paytda endi polniy aloqada bo'lib turibmiz gaplashib. Xullas keyin endi men aytdim, uyingdagilar nima deyshadi, uyingdagilar bilan gaplash. Endi anu qiz ham haqiqatda yaxshi ko'rib qolgan, men teyaman deyotgan ekan. Uydagilar bilan gaplashsa, uydagilar aytibdi, bolam, bizani dinimizda emas, g'ayri din, boshqa dinda, musulmon diniga o'tsa, bizani dinimizga o'tsin, boshqa qilsin, bizani abichalarimizni o'qisin, shu shartni qo'ygan. Ana undan keyin mayli to'y qilib olib beramiz, uylanasan deb, endi ota-onasi ham to'g'ri tushunib shunaqa deyishgan. Xullas og'aynim haligi porno film kinosini assistenti bo'lib yuradigan qiz, o'shanga xullas shu aytgan shartni, mana shunaqa, men musulmonman, bizning oila shunaqa, xullas tushuntirgan. Qiz aytibdi, xo'p debdi.
Men debdi birdaniga endi boshqa mentalitetda, boshqa atmosferada yurgan odamman, birdaniga bu narsani qilolmayman. O'shanga debdi menga hech bo'lmasa 6 oy vaqt ber debdi. 6 oy ichida men o'rganib, boshqa qilib, habitchalarini bilib, keyin men senga o'zing xohlaganingdek xotin bo'laman debdi. Endi bu orada gaplashib turishgan, boshqa qilishgan. Xullas qiz 6 oy musulmon dinini o'rganib, qabul qilib, boshqa bo'lib, 6 oy kak poложенный bo'lib, tayyor bo'libdi xullas. Keyin bolaga og'aynimga aytgan. Bo'ldi degan. Gap so'z yo'q. Men qabul qildim, mana shunaqa. Xullas to'y bo'lgan. Haligi to'ydan oldin haligi musulmon dinini qabul qilgan o'sha qiz, amerikalik, amerikalik, o'sha kaliforniyalik qiz. Ali porno filmlarda umuman u ishini yig'ishtirib yoribdi. Endi bu bilgan u mana narsani. Hamma ishini tashlagan, yig'ishtirgan, og'aynimga erga tegdi. Eshitadigan joyi nima bo'layotgani, ularni to'yi bo'lgandan keyin 3 oydan keyin ular ajrashib ketishdi. 3 oydan keyin. Sababni eshitsanglar muzlab qolasizlar sababni. Qiz xiyonat qildi deysizmi? Yo'q. Xiyonat qilmagan. Og'aynimga yoqmay qoldi deysizmi? Og'aynimga unaqa narsa bo'lmagan. Xullas qiz aytibdi og'aynimga 3 oydan keyin. Men debdi g'ayridiniy edim, boshqa dinda yurardim. Sen kelding, men seni sevib qoldim, yaxshi ko'rdim. Menga erga tegadigan bo'lsang, mana shunaqa shart qo'yding menga. Men musulmon dinini qabul qildim, o'rgandim, boshqa qildim, senga tegdim. Tegganimdan keyin mana 3 oy sen bilan yashadim deyotgan ekan. Men musulmon bo'ldim, sen qachon musulmon bo'lasan endi? debdi. Bilan to'ydan keyin dedi, bir oylardan keyin ro'za bo'lgan. Qiz bilgan shu narsani, ro'za oyligini. Sen bilmading. O'shanda hech bo'lmasa bir kun bo'lsa ham er-xotin ro'za tutamizmi deb o'yladim, men seni kutdim. U qilayotgan ishing, seni yurish-turishing, boshqa qilishing musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun tiling boshqa, diling boshqa ekan seni. Men sen bilan ajrashaman deb, xullas ajrashib ketibdi. Endi bu voqea, bu narsa endi qanaqa saboq chiqarishimiz mumkin? Hammamiz bir yaxshi narsalarni nasihat eshitayotganda o'zimizdan yaxshi bo'lani yasab o'tiramizda, ko'chaga chiqib bilganimizni qilamiz-da. Xulosa o'zingizlardan nima deb xulosa chiqazasizlar bilmadim. Xullas o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu paytgacha, shu joygacha eshitgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yinglar, addushi qo'llab-quvvatlab, podpiska bosib qo'yinglar. Rahmat kattakon. Ko'rishguncha.